Xo'sh, trubочка o'rab bo'ldinglar. Bundan oldingi videodan trubочkalarni tayyorlab oldik. Taxminan 150 ta, hozir kameramni to'g'rilab olay. Taxminan 150 ta trubочка tayyorlab olasizlar. Nomi 150 ta eshitiladi, lekin juda ham tez-tez o'rab tashlaysizlar. Xohlasanglar 1-2 spitsa, mana har xili bor. Mana bu 1-2, bu qo'limdagi 1-6, mana bu esa 2 millimetrligi. Albatta 1-2 millimetrli spitsada o'rasanglar juda ham zo'r, lekin boshlanish uchun bizga 2 millimetrli juda ham yaxshi variantisi ham bo'ladi. Xo'sh, bizga kerak narsa qog'oz, gazetная бумага, bunaqa pochkada har xil bo'lishi mumkin. Qog'ozga o'ralgani bo'lishi mumkin. 1 kilolik, mana 1 kilo, prям 1 kilo. 48 gram bo'lishi mumkin, 42 gram bo'lishi mumkin. 42 gramligini Bruber spitsada, bunaqa ingichka Bruber spitsada qilsanglar juda ham chiroyli bo'ladi. Qancha trubочкanglar o'sha mana bunaqa trubочка deb yechishga qaror qildim hozir. YouTubedan boshqa odamlarni, boshqa masterlarni narsasini ko'rganinglarda adashib qolmanglar deb baribir trubочка deyishga qaror qildim. Shu trubочkalarni nima desam ekan? Qancha mana qalinroqqa ko'rasizlar, bundan ham agar ingichka bo'lsa, kichkinaroq narsalarga ishlatsanglar juda ham nozik va qilayotgan shaklinglar juda ham zo'r ko'rinadi. Bundan qalinroq bo'lsa, bundan qalinroq baquvvatrog'i katta hajmdagi narsalar yasaysiz. Masalan, mebel yoki korzinkalar, katta korzinkalarni bundan qalinroq trubочкаlarda qilsanglar zo'r bo'ladi. Xo'sh, bizga kerak gazetная бумага. Qaranglar, keyin bunaqa kley, super kley kerak bo'ladi. Nimaga PVA kleyi ham buni o'rniga ishlatishimiz mumkin emas deganinglarga bir ikkita video tashlab beraman. To'qiyotgan jarayonimizni ko'rsanglar bo'ladi. PVA kley qog'ozni namlatib, yumshatib qo'yadi. Bu kley esa unaqa namlatmaydi. Bizga aynan shu kley kerak bo'ladi, super kley kerak bo'ladi. Bu ham kerak bizga qog'oz trubочкаlarni o'rayotganda yopishtirayotganimizda kerak. Bu esa biz to'qiyotganimizda trubочкаlarni bir-biriga yopishtirish uchun kerak. Mana ko'rdinglar. Buni sotib olsanglar anchaga yetadi. Buni shpritsda tortib ishlatamiz. Buni ham ko'rsataman. Hammasini ko'rsatib o'taman, qizlar. Buni ko'rdinglar, oddiy PVA kley. Oddiy любой PVA kley ishlatasizlar. Keyin bizga laklar kerak bo'ladi. Qaranglar, har xil laklar bor. Ishlatib ko'rmasdan hech narsa deb aytolmayman. Men shuni ishlatib ko'rganim uchun aytayapman. Mana bu travertin laki. Buni o'zini ishlatganimda bo'lmadi, lekin menga suv tegsa erib ketmaydi deb berishdi, lekin erib ketdi. Bu o'zi yaxshi ishlamayapti. Bunga mana bu lakni qo'shsa, bu toza lak. Mana bu lakni qo'shsa, bundan bir qoshiq, bundan 2 yoki 3 qoshiq solib aralashtirsa, shunaqangi zo'r lak bo'lyapti. Вообще gap yo'q, mana shu ikkalasini olishinglar kerak. Keyin bizga har xil ranglar kerak bo'ladi. Bunaqa ranglarim bor, parashok holatida. Buni suvga aralashtirsanglar shunaqangi barakali bo'lar ekan. Men boshida mensimagan edim. Lekin juda barakali, ortib ham qolar ekan. Keyin qizlar, bemalol topa oladigan narsamiz, bunaqa nima desam, kollerlar hamma qurilish mollarida sotiladi. Har xil rangli kollerlar. Prosta hozir qo'limga shuni ushladim. Menda rangi unchalik ko'p emas. Menda modelka bor, parashok bor va shu kraska bor. Shu kraskani ham ishlatib, men yog'och rangini chiqaraman, aralashtirib albatta. Bizga suv kerak bo'ladi. Oddiy suv. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Buni olib tashlaymiz, bizga xos kerak emas. Trubочкani o'rab bo'lganmiz, kesib, trubочкalarni o'rab bo'lganmiz. Uzumdan olsanglar, mana shu holatda keladi yoki boshqacha pochkada bo'lishi mumkin. Asosiysi mana shu grammida bo'lishi kerak. Gazetная бумага 48,8 gram.
Xo'sh, endi lak bizga kerak emas. Biz birinchi turbuchkalarni bo'yab olishimiz kerak, rang chiqarib olishimiz kerak. Bularni chetga olamiz. Qizlar, mana bu lakdan juda ham ehtiyot bo'linglar. Bu toza lak. Bolalardan uzoqqa qo'yinglar. Bolalardan uzoqroqda tursin. Qopqoq qiyinroq ochiladi, chunki mahkam yopilgan. Keyin buni ishlatgandan keyin qo'linglarni yuvishinglar shart. Tez borib yuvib tashlaylar. Agar qo'linglarga teggan bo'lsa, chunki qotib qolsa, ajralish qiyinroq bo'ladi. Eng asosiysi bolalardan ehtiyot qilinglar. Xo'sh, hozir men sizlarga bitta rang ko'rsataman. Mana bu rangni men o'zim bu parashokdan ozgina va mana bu ko'llardan yoki shu ko'llari parashok holatidagi ranglardan aralashtirib mana shu rangni chiqardim. Bu rang chiqarganimda mana bunaqa sizlarga sariq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin xuddi yog'ochchi rangiga o'xshaydi. Agar bundan to'q xohlasanglar, bu sariq emas qizlar. Mana bu sariq, bu esa sariqdan to'qroq. Ko'ryaptimi? Xuddi yog'och rangiga o'xshadi. Bu hozir nam holatida, ozgina namroq, quriganda umuman boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Shu rangni ko'rinishi yashilga o'xshaydi, lekin mana bu rang aslida. Shu rangni chiqaramiz hozir. Chiqarish qiyin emas, oson emas, shunchaki bir-biriga aralashtirish proporsiyasini qilishinglar kerak. Qizlar, agar kichkina savat yasamoqchi bo'lsanglar, bemalol kamroq kraska rang qilishinglar kerak. Agar kattaroq savat qiladigan bo'lsanglar, ko'proq rang qilib olinglar. To'g'ri, turbuchkalar yetmasa, bu rangdan ko'proq ortib qolsa quyib olib qo'yinglar. Nimaga? Agar turbuchkalar yetmay qolsa, yana bo'yab, yana to'qishda davom etishimiz kerak. Agar ikki xil rang bo'lib qolsa, bir-biridan ozgina farqli ko'rinib qoladi. Xo'sh, biz sizlar bilan rang qilamiz. Xo'sh, qizlar, mana bunaqa umuman kerak emas bo'lgan idish. Ishlatib bo'lganingizdan keyin yuvib yuborasizlar. Baribir rangi shunaqa bo'lib qolaveradi. Mana eng asosiysi turbuchkalar sig'sa bo'ldi. Buni balandligi 3 sm, 5 sm. Turbuchkalar sig'sa bo'ldi. Bundan ham ingichka bo'lishi mumkin. Meni topganim shu. Bundan oldingi safar o'zim bo'yaganimda tog'orada bo'yaganman. Katori kerak emas. Xo'sh, men bitta idish oldim. Shunda rang chiqaramiz, ozgina ko'proq qilamiz. Kerak emas, katori ortib qolganini baklashga solib olib qo'yaman. Keyinchalik yana turbuchkani bo'yab ishlatish uchun. Qaranglar. Bizda mana bunaqa parashok bor. Bu qaynoq suvda eritiladi, bu esa oddiy muzli suvda ham eritsa bo'ladi. Men hozir ikkalasini ochib olaman. Ikkalasi 10 grammdan bir-biriga aralashtiramizda o'zimizga rang chiqarib olamiz. Bu shunaqangi barakali parashok ekan. To'g'risi, men boshida umuman mensimagan edim. Mani qoshig'im qani? Xo'sh, mani qoshig'im idishimiz. Men hozir bir piyoladan ozgina ko'proq qaynoq suv, har bir pochkada 10 grammdan rangli parashok bo'ladi, modelka bo'ladi. Hozir bu ko'p. Mana qoshiqni ichida, даже ustida go'rkasi ham, shuni solamiz. Birinchi rangini ko'ramiz, solamiz, aralashtiramiz. Rangini qaranglar, zo'rligini. Ichida soldim. Bunaqa litrli modelkalar bor, yarim litr, 1 litrli modelkalardan ham barakali-da bu. Faqat ozgina bitta minusi bor. Bitta sitadan dokadanmi nimadandir o'tkazib yuborishinglar kerak, chunki ichida ermaga mayda anaqa bo'lishi mumkin. Krupinkalari, ermagan nimalari bo'lishi mumkin. Xo'sh, aralashtirib oldik. Endi sal chetga olaman. Bunga mana bundan ozgina solaman. Sariq rangimizdan ozgina solaman. Hozir qoshig'imizni bitta qoshiq xizmatda bo'lib qoldi. Artib tashlayman. Xo'sh.
Endi sariq rangimizdan solamiz. Xohlasanglar bu parashokdan, xohlasanglar mana bundan solasizlar. Bundan qilamiz hozir. Bunda mana sal ko'proq ko'rasizlarmi? Buni ustida mana bu qora rangimizdan tekis edi. Buni ustida ozgina bugorika bor. Ozgina solamiz. Suv solamiz. Sariq bo'ladi mana. Eng asosiysi hidsiz. Juda ham yoqqan narsa menga bu hidsizligi. Bir naqadan sotib oldim. Katta bozorga borganimda modelka sotib oldim. To'g'risini aytsam bir 10 tacha butulka modelka sotib oldim va afsuslandim, chunki shunaqangi burunni achitib yuboradigan hidi bor ekan. Men buni uyga kelgandan keyin bildim. Mayli, hidi bordir. Suv qo'shib ozgina ochartirganimdan keyin rangi ketsa kerak degan umidda ochdim, lekin juda ham adashibman. Juda ham yog'li modelka ekan. Uni suv bilan aralashtirsam balkim yaxshiroq bo'lar degan maqsadda ozgina suv aralashtirsam, shunchaki suv tagiga cho'kma bo'lib qoldi-da, ustki qavatida o'sha rang qolib ketdi. Umuman yomon ekan. Ehtiyot bo'lib olinglar qizlar. Men adashdim va pulga kuydim. Mana bu rangimizni ham qo'shamiz. Qaranglar, sanaymiz. 1 2 3 rangimiz o'zgargunicha. Hozir mana o'zgarmadi, deyarli o'zgargani yo'q. 3 4 mana 5 aralashtirib ko'ramiz. Va mana bunday qilamiz. Hozirlarga o'zingizlarga shpargalka sifatida adashib ketmasligingiz uchun hozir men bilan yopib oling. Shu parashoklar juda ham barakali ekan. Xohlagan ranginglarni chiqarib olsanglar bo'ladi. Baribir 5-6 ta turbuchka nima desam ekan, rang chiqarish uchun ketadi. Turbuchkada shunchaki tekkizasizlar. Mana. Hozircha ochroq sariq rangda, demak, bu modelkadan, to'q rangli modelkadan yana qo'shamiz. 5 ta qo'shdimmi? 5 6 7 yana 4 ta qo'shib ko'ring. 7 dedimmi? 8. Mana 8 ta bo'lsinchi. Hozir yana qilib ko'ramiz. Hozir biz rang chiqaryapmiz qizlar. O'zingizlarga kerakli, yoqadigan rang. Bundoq qilamiz, qani. Ozgina to'qlashibdi, lekin sariqligicha bor. 8 dedimmi? Chiqib esimda tursin-da. 9 10 11 12 2 turbuchka olamiz. Buni bitta qilib ko'rgan ekanman. Men nimaga quruq deyman? Buni bas boshqasini tiqamiz. Xo'sh. Chiroyli rang. Xuddi yog'ochni rangi. Men bundan ham ozgina qoraytirmoqchiman. To'g'risini aytsam, nechta solganimni eslolmadim. Shu hozir solganimizga videoda ko'rib eslab qolinglar. Mana videoda tepasiga yozib qo'yaman nechta qoshiq bo'ldi deb. Hozir men yana 3 ta qoshiq solaman. 1 2 3. Eng asosiysi bizda turbuchkamizga, bo'yayotgan turbuchkalarimizga shu modelkamiz yetsa bo'ldi. O'sha 150 tasini, 150 tasini qilmoqchimiz-ku. Bundoq qilsa ham bo'ladi, ko'proq ko'rinadi. Ko'ryaptim. Xuddi yog'och rangi. Mana xohlasanglar, mana nechta qoshiq to'q rangli modelkadan solganinglarni cho'q rangli deylik, chunki
sotuvda cho'ku rangli deb yozilgan, adashmasam. Trubochkani yoniga yozib qo'yasizlar nechtaligini. Qo'yib qo'yamiz va oxirini ham solamiz. Mana tagida quyqasi bor, ko'rasizlarmi? O'shani solmanglar. 1 2 3 4 5 bo'ldi. Qolganini solmaymiz, chunki mana bunday quyqasi bo'ladi, ko'rdinglar? Yoki shunaqa qilib tindirib qo'yib, mana bu qora joylarini solmaysizlar, rang bo'yamoqchi bo'lgan suvinglarga yoki dokadan o'tkazib yuborasizlar. Xo'sh, mana yana bitta bo'yab ko'ramiz. Menga yoqdi, rangi yoqdi. Hozir ozgina nam bo'lgani uchun boshqacha ko'rinayotgandir, to'qiyotganda rangimiz o'zgaradi. Mana ko'rishinglar mumkin. Rangimiz o'zgarib borgan. Bu ozgina ochroq, kamera balkim aniq qilmayapti, ko'rsatmayapti. Mana bu ozgina ochroq. Boshda qilganimizda ozgina ochroq, mana bu oxirida qilganimiz. Ozgina namlik hisobi ham bor. Menga, men ko'zim bilan qaraganda mana bu ancha to'q. Juda ham yaxshi. Bizaga shu modelka yoqdi deylik. Eslab qolamiz, bitta qog'ozga yozib qo'yamiz, esimizda turishi uchun. Menga yoqdi. Trubochka 3 ta suv qildik deb hisoblaymiz yoki bo'yab yuborsa ham bo'ladi. Bo'yab ko'ringlar. Juda barakali modelka. Qaranglar, ozginasidan bundan ozgina, bundan sal ko'proqdan shuncha chiqdi, to'shni 1,5 litrdan kamroq. Lekin menga yoqdi. Perchatka kiyamiz, qizlar, perchatka. O'zinglar hozir rang berib olgandan keyin trubochkaga uni quritish uchun bitta joyimda kelonka, mana bunaqa uzun paket bor. Shuni yoyib olaman yonimga. Qizlar, yergami, o'zingizlarga shunday udobniy joyga yoyib olasizlar. Agar shu rangidan yana to'qroq qilmoqchi bo'lsanglar, yana qaynoq suv olib kelasizlar. Qaynoq bo'lishi kerak, qaynoq suv olib kelasizlar. Bundan ozgina sariq rangdan ozgina solib ko'paytirishinglar mumkin. Hozir bizga shuni o'zi yetadi. Va buni bu yoqqa quyamiz. Ana quyib oldik. Rangi ehtiyot bo'linglar. Olamiz. Bundoq qilamiz. Chiqaramiz. Ozgina suvini qoqib yuboramiz. Mana bizda shunaqa chiroyli rang bo'ldi. Bu hozir nam holatining rangi ham bor. Qurigandan keyin rangi bundan ham chiroyli bo'ladi. Mana qaranglar. Bu tegan joy tilim aylanmayapti. Buni quritishga qo'yib qo'yamiz shunday paket ustiga. Rang berib qo'yayotganingizda bir xil bo'lishi kerak. Men oxiri pivakledni yopishtirgan joyinglar, o'sha pivakle bilan yopishtirgan joyi bilan bir xil bo'lishi kerak. Masalan, bu yoqda kley joyi, bu yoqda kley bo'lib, bunaqa bo'lib qolmasin deb hammasi bir qatorda bo'lsin. To'qishga ozgina vaqtingiz ketib qoladi. Yana ozginasini olamiz. Yana bo'yab olamiz. Bundoq qilamiz. Qizlar, tabiiy ranglardan ham foydalansanglar bo'ladi. Mana bizda adreslarni, matolarni tabiiy ranglarda bo'yashgan, to'g'rimi? Kim shunaqa bo'yashni bilsa, bemalol o'sha ranglardan ham foydalansa bo'ladi. Biz suvni qoqayotganda ham bu kley surilgan joyi bilan bemalol uramiz. Bu tomoni bilan emas. Chunki bu tomoni baribir bizda kesib tashalanadi. Ozgina qoqib o'ramiz. Voy, juda ham chiroyli rang bo'ldi, lekin bunaqa rang kutmadim. Bundan keyin ozgina bor. Bemalol yetyapti.
butilkadagi morelkadan ko'ra shu parashogini olsanglar, shunaqangi barakali. O'zim ham qoyil qoldim, lekin tegmagan joylariga teg'izib olasizlar. Bu teskari bo'lib qopti, mana buni shunday to'g'rilaymiz. Ozgina qoqib olamiz. Idishlarni tagiga kelonka yoyib olinglar. Men yoymaman, esimdan tushib qopti. Mana bu oxiri. Bo'ldi, bo'yab bo'ldik. Eng osoni menimcha bo'yash bo'lsa kerak. Lekin eng qiziqarlisi, yuragingiz qachon bitarkin degan joyi albatta to'qish jarayoni bo'lsa kerak. Ozgina siltalab olamiz, bo'ldi. Buni boshqa idishchaga quyib qo'yamiz va ustiga yozib qo'yamiz. Nima uchun ishlatdik? Ichida qancha suv, qancha nima rang borligini yozib qo'ysanglar, o'zingizga yaxshi bo'ladi. Bundan keyingi nimadir bo'yamoqchi bo'lsanglar, buni qo'shib yuborsanglar, juda ham zo'r rang bo'ladi. Mana qizlar, shunchaki yerga kilonka solib qo'yib qo'ydim. Buni 100% qurishini kutamiz. Keyin laklash jarayoni bo'ladi. O'sha sizlarga ko'rsatgan ikkita bitta travertin laki va toza lakdan suramiz. Rangimizga gap yo'q. Qizlar, hozir ko'chada qor yog'yapti. Buni matoni ustiga ham qo'yib ko'rdim. Qurishi ancha qiyin. Chunki hozir qish fasli, ko'chada qor yog'yapti, yomg'ir yog'yapti. Bunaqa pechkani ustiga qo'yib qo'ydim. O'chiq, qizlar, o'chiq. Prosta xonaga olib kirib qo'ydim, tezroq qurishi uchun. Yoz faslida juda ham tez quriydi. Mana oyoq kiyim qo'yadigan stelajga qo'yib, batareyani oldiga olib kelib qo'ysanglar, tezroq quriydi. Hozir bundan bizda hozir 100% qurish kerak. Lekin rangi menga juda ham yoqdi. Laklasi nomiga rangi ozgina 1-2% ga to'qlashadi. Agar bundan to'q xohlasanglar, o'sha to'qroq rangimizdan qo'shib yuborasizlar.